Men Kumushni o'ldirib qo'ydim. Kumushni o'ldirib qo'ydim. Voy. Romaning ham bor bo'lsin-a. Yutakamni yorvording. Keling qizim. O'zimiz suhbatlashamiz. Tinchlikmi qizim? Sizga nima bo'ldi? Yo'q, oyijon, o'zim shunday. Yo'q. Kimni aldasangiz ham meni alday olmaysiz qizim. Gapira qoling, nima bo'ldi? Tunov kuni nevarangiz ko'chadan yig'lab kirib keldi. Nima bo'ldi ekan deb so'rasam, sho'rlikni bolalar xalq dushmanining o'g'li deb kamsitishdi. Yig'lamang qizim. Odamlarning gapiga e'tibor bermang. Odamlar gapiraverishadi. Meni o'g'lim xalqiga hech qachon xiyonat qilmaydi. Bu gaplarimni u qulog'ingiz bilan ham, bu qulog'ingiz bilan ham eshita qoling qizim. Bora qoling qizim. Ishlaringizni davom ettiring. Tinchlikmi? Nimadir qidiryapsizmi? Ha, oxirgi romanimning nusxasini shu yerga qo'ygandim, topolmayapman. Axir tunov kuni shogirdingiz kelganda o'z qo'lingiz bilan berib yuborgan edingiz-ku. Ha, darrov xiyolimdan ko'tarilibdi. Unday bo'lsa bozorga borib boshqa nusxasini ola kela qolaman. Bolalarni ehtiyot qiling, ehtiyot bo'ling. Shoshmang. Qachon qaytasiz? Tez orada qaytaman, ehtiyot bo'ling. Qizim, Labay oyijon. ko'z o'ynagimni topolmayapman. Qayerga qo'ygansiz? Ha, oyijon, tokchada turgan edi. Xo'p, qizim. Hozir. Eshikni ochishlaring buncha qiyin bo'ldi? Yoki mendan biror nima yashiryapsanlarmi? Yo'q. Bizda seni eringni qamatish bo'yicha order bor. Yo'q. Sening ering xalq dushmani. Xonani tintinglar. Tegmanglar. Qo'y tegmanglar. Tegmanglar. Nima qilyapsizlar? Tegmang. Nima qilyapsizlar? Tort qo'lingni kampir. Oyijon. Oyimni nimaga urasan? Hayvon. Nima qilyapsizlar? Hammang qo'ling qon. Hammang hayvonsizlar. Partiyang bilan qo'shma zo'r bur. Voy. Partiyaga tiling tekkizma. Sen ham, senga o'xshaganlar ham xoinsanlar. Xoinsanlar. Sening ering ham xoinsanlar. Onajon! Kimsanlar? Ha, Qodirov. O'zlari-ku. Senlarga nima kerak? Bizlarga sen kerak, Qodirov, sen. Unday bo'lsa, oilangizga ziyon yetkazmang. Mana meni olib ketinglar. Kelishdik. Yo'q. Olib chiqing. Yo'q. Olib chiqing. Yo'q.
Qodirovni olib kiring. Yo'q. Husaynchi. O'tir. Xo'sh, Qodirov. O'tgan kunlar degan she'rni siz yozganmisiz? Ha, lekin u she'r emas. O'chir ovozingni. Jim bo'l. She'rmi yoki boshqa narsa? Uning avtori senda. Sening bu asaring g'irti millatchilik harakatlaringda bo'lsa, aks inqilobiyligi yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Sen bu asaring bilan hozirgi zamonni qoralab, revolyutsiyadan oldingi davrni targ'ib qilmoqchisan, Qodirov. Yo'q. Men o'zbek xalqining ayanchli qismatlarini, tariximizning eng kirli qora kunlardan hikoya qiluvchi birinchi o'zbek romanini yaratmoqchi bo'ldim. To'g'ri aytasan, Qodirov. Seni bu asaring balki birinchi o'zbek romanidir. Lekin bizning adabiyotimizda bunday asarlarga o'rin yo'q. Hey, xomkalla! Undan ko'ra bizning dohiylarimizni sharafla. Kommunistik tuzum yutuqlaridan gapir. Yo'q, aslo. Men tuzumga qarshi hech qanday ish qilganim yo'q. Ol qo'lingni. Qilgansan, Qodirov. Qilgansan. Hech bo'lmasa ko'ngling bilan qilgansan. Xo'sh. Ertaga sudda bu haqida nima demoqchisan? Ha. Garchi men turli bo'xtonlar orqasidan ikkinchi oqlanmaydigan bo'lib qoralandim. Ko'pchilikning fikricha men ma'naviy o'ldirildim, buni uddaladinglar. Endi menga jismoniy o'lim qo'rqinch emasdir. Sudlaringdan shuni so'rayman va shuni kutaman. Yo'q, Qodirov. Seni osonlikcha o'lishga qo'yib bermaymiz. Sen surguvlarda, azoblarda, ming azobda o'lishing kerak. Olib chiqing. Tur. Yo'q. Dedi. Qodirov. Sendaqa bo'yni yog'onlarni bo'ynini ingichkalattirib sirtmoqqa tiqaman. Sen hali meni sovunimga kir yuvmabsan. O'tir. Ну что, Qodirov? Ладно. 3, 2, 1. Пока, Qodirov.